Qaynonalar nega o'g'lini qizg'anadi? Avvalo, shuni biling. Bu qizg'onchiqlik emas, ichki qo'rquvlar va og'riqlar. Qizg'onsa nimaga uylantiradi deyishga shoshilmang. Agar qaynona kelinligida hurmat ko'rmagan bo'lsa, qaynonasi araz qilgan, qaynotasi nazorat qilgan, eri jahldor va qaynisingillar bosimida qolgan bo'lsa, o'sha og'riqlar uni ongida to'g'ri hayot ssenariysi shunday bo'ladi deb yozilgan bo'ladi. Va bugun o'g'li keliniga mehribonlik qilsa, qaynona buni hazm qila olmaydi. Mana shu holatda ichida sezilmagan raqobat paydo bo'ladi. O'g'lim endi meniki emas, uniki bo'lib qoldi. Men keraksiz bo'lib qolamanmi degan qo'rquv uyg'onadi. Yillar davomida hayotini farzandlariga bag'ishlagan ayollar xuddi shunday holatga tushadilar. Juda ko'p ayollar turmush o'rtoqlaridan mehr ola olmagan. Shuning uchun bori mehrlarini o'g'illariga qo'ygan bo'ladi. Endi esa mehrni ikkiga bo'lish kerak. Bu narsa qaynonaga og'ir kechadi. Yana bitta sabab nazorat qilish odati. Qaynona o'g'lini boshqarib o'rgangan. Qaynona uchun eng yomoni boshqaruvni boshqani qo'liga topshirib qo'yish. Va yana bitta haqiqatni unutmang. 99% qaynonalar kelinlarni dushman deb bilmaydi. U shunchaki o'g'limni hayotida meni o'rnim qoldimi degan qo'rquvni yashiradi. Va aynan mana shu qo'rquv janjallarga sabab bo'ladi. Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring.